Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bir oilada 5 ta harf bo'lgan, bugun esa 5-harf o'tadigan harfimiz nun harfiga yetib keldik. Nun harfiga. Bir narsani aytib o'taman, nun harfida Jaloliddin Rumiy hazratlari bunda juda ham nunga go'zal ta'rif berganlar. Shunday bir oshiqki, oshig'iga qo'lini teg'izishdan qo'rqadigan ma'nosida bir she'rmi, baytmi deymizmi, o'sha ibora qo'llanganlar. Juda ham ajoyib. Nunni o'zim ham yaxshi ko'raman. Xuddi shunday bir oshiq unga teginishlikdan qo'rqqanidan masofali bo'lib turibdi. Davom etamiz. Biz qisqacha ma'lumotida nun bu B harf, Y harfi, T harfi kabi harflarimiz bor. Yana S harfi. Bularni o'tib chiqamiz hammasi. Har bittasi bir xil yoziladi. Nimaga? Bosh ko'rinishi bir xil. Agar unga bitta nuqta tepaga qo'ysak, N tagiga bitta qo'ysak, B ikkita tepaga qo'ysak, T ikkita tagiga qo'ysak, Y va 3 ta tepaga qo'ysak, S harflari bo'ladi. Ko'rib chiqdingizmi? Biz bugun nunni o'rganamiz. Xuddi shu. B qanday yozilsa, keldi o'rta ko'rinish, T keldi o'rta ko'rinish, Y o'rta ko'rinish, S o'rta ko'rinish. Hammasi bir xil. Nuqtasida farqi bo'ladi xolos. Nunda esa xuddi shu keladi. Bitta dona nuqta bo'ladi. Juda ham oson. Oxirgi ko'rinishi o'zini asli ko'rinishdagi nunni qo'yib qo'yamiz. Xuddiki B da o'zini asli ko'rinishi bo'lgandek yoki T da o'zini asli ko'rinishi bo'lgandek va hokazo bularni osongina ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Qisqacha yana tushuntiraman. N ning bosh ko'rinishi bitta nuqta tepada, B emas, unutmanglar. O'rta ko'rinishi xuddi shuning o'zi keldi. Oxirgi ko'rinishi o'zining asli ko'rinishida bo'ladi. Osona? Xo'p. Ana endi so'zlarda ko'rib chiqamiz. Bizga mashhur bo'lgan so'z non kalimasi. Nan yoki nan. Keyingi ko'rinishlarda bu bosh ham o'rta edi. Keyingi so'zimizda yoshimiz mumkin. Boshini ishlaydi. Nazmun. Nazmun. Oldingi darsda o'tganimiz mim harfini ham qo'shib o'tdim. Nazmun. Keyingisi o'rta ko'rinishimizda banan. Banan tarzdagi yoki banu kabi so'zlar o'rta ko'rinishi alifdan keyin ulanmagan, nundan keyin b dan keyin ulangan yoki nundan keyin ulangan tarzda. Oxirgi ko'rinishligi ona, ana misol uchun ona yoki men, ana cho'ziqunlik bilan bo'ladigan bo'lsa. Keyingisi hop bayan bo'lsin. Bayan kalimasi. Shu tarzda bo'ladi. Bosh ko'rinishlari bosh, o'rta ko'rinishlari o'rta, oxirgi ko'rinishlari xuddi shundoq yoziladi. Salomat bo'ling. Sizlar bilan birgalikda Ibrohim Muhiddin bo'ldi. Arab tili harflarini o'rganishda davom eting.